Siz bilanmi doki? Yaxshi misol kashyapsiz. Nima uchun bu chillik oldiga zo'rg'a topib keldim o'zi. Endi qimmat narx berasiz, so'tlar chaqirdim, nega emas. Agar arzon bersangiz oqibati yomon bo'ladi. Yoki bu joyda bunaqa qimmat narx emas, tak menga tarozam shart emas, striptez yoki. Qani 1 grammlisi kamyon bo'lib-yu, yoki qatdan oldingiz? Padarka qilishdi, doki. Padarkami? Tak yoki buningizni 1 grammini 1 million 600 dan qilib bera olayman. 1 million 600 dan. Bunda ikkitasi 1 million 600 dan ko'paytiramiz ikkitasi. 3 million 200 bo'ladi yoki. Tak, 3 million 200 bo'lsa, qimmat hisoblab olsa, mana buni hisoblab ko'ring, faqat kumush. Bunisi kumush ekan-a? Ha, bo'ladi. Mana faqat tekisroq joyga qo'yaylik. Qani? Mis 925 kumush ekanda. O'zi kumushda qanaqa qimmat bo'lyapti? Kumush narxi o'zi arzonroq lekin aka, birjada ham hozir arzon narx aytaman lekin. Tillaga nisbatan. Ha, yo'q, ko'rinib turibsiz o'zi aka. 127-75 ekan. 127-75 gramm. Mana buncha og'ir bu, qatdan olyapsiz aka buni? Bu ham padarkada aka. Ha, faqat padarkami sizda? O'zi ishlari bor. Buningiz aka 12 mingdan qilib bera olaman. Grammini taqalgani 1 million 550 ming qilib beraman tek. 550 ming. Boyagisi 3 million 200. Hozir mana 400 ming mo'llantirib qo'yildi. Mana bunimi? Ha, yo'q, bu ancha og'ir, aka. Yaxshi. 4 million 750 da yoki mana tekis. Bo'ladimi? Hammasi bo'ladi. Ha, slitkalaringiz bilan, kumushlaringiz bilan. Bo'ladi, ma'qul. Bo'ladi. Ha. Boshqa joyga chaqirib turishim kerak, anavi. Ha, yo'q, yo'q, bu joyda baland narx beramiz. Tak. Mana aka, 4 million 850 ming ham chiqmadi, rozi bo'lasiz faqat. 4 million 350 bo'ladi o'zi. Bo'ldi aka, sog' bo'ling.